Kim narda o'ynasa, go'yo cho'chqaning go'shti va qoniga qo'lini botirgan kabidir. Narda harom. Puldan o'ynaysizmi, vaqt o'tkazgani o'ynaysizmi, narda harom. Abu Musa Ash'ari roziyallohu anhudan man laiba bin nardi faqat asalloha va rasulahu. Kim narda o'ynasa, tahqiq Alloh va uning rasuliga osiy bo'pti. Mana shu tuppa-tuzuk namoz o'qiydigan yosh katta odamlarni qarasangiz, namozdan bo'shagan vaqtda chiqib olib, ana shu daraxtda kechgacha narda tashlab o'tiradi. Endi o'shaqalar qanaqa bo'ladi? Narda o'ynaydigan namozxonlar. Rasululloh aytadilar, nardani o'ynab, keyin turib namoz o'qigan kimsaning misoli yiring va to'ng'izni qoni bilan tahorat olib, keyin namoz o'qigan kimsaning misoli kabidir. Imom Ahmaddan bu hadis.